Yaxshimsizlar qo'shnilar, yaxshimsiz Mayra Kadir, yaxshi turibsizmi? Bu yo'llar, bu darvozalar qachon ichildigan zadi? 18 dedi, 18 o'tib ketdi, 28 islar deb anglab qo'shilsak 28 o'tib ketdi. Bu jimjit davniyasi bo'lmaydi, adam kunning mushlar vaqtida bir chiqib pul tepib ancha ko'madan tushira qo'ydik. So'qlar tushib ketib bordi. Ya biz bir xizmatchilardek bir muqim oyliqimiz yo'q-ku, bizdan kirdigan. Ya bir to'rtanga debarimiz yo'q, yetib biz tag'im to'shmaydi-ku. Hozir hamimiz ashuna qoldik-ku. Shapsaroq bir yo'llar bir ichilib ketgan bo'lsa, bir chiqib ish vaqtimizni qilib qishnaga min qila qo'ydik. Atgan qish kirib ketgan so'qda nim ish qildigan. Shu bir yuqori kadrlar bir o'ylashib baqqan bo'lsanglar, bir amal bo'lsa shapsaroq bir chiqqan bo'lsak, bunda bo'layvas odam kasaldan emas, ochliqdan o'ldigan o'xshaydi. Ras Mayra Kadir bu içilisi bo'ladi, bizim kunlik deb yavatgan. Biz ip bo'lgan pullarni tugidi, saylarni tugidi, unlarni tugidi. Bir balam sırtı o'qiyotgan, uningga tamoq pulini avatamidi, badal pulini avatmagan texe. Uningga yeching sababli to'xtatib qo'yib, uni kechiktirdi. Ish o'rnimdan ayrilib qoldim. Bizga kunlik tep yavatganlar uval bo'ldi. Biz rahbarlikning kim shuni bir o'ylashib, ishlarni bir chaqaraq ichayotgan bo'lsa, bir ish o'rinlarini tepib, o'rlashib bir hamlarni xalos bo'lgan bo'lsa, qishlik tayyorlikni qilgan bo'lsa, o'shaning bir sharoit yaratib bergan bo'lsa, ish o'rinlarini ta'minlab bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Tez kunda qoldik. 我现在新疆伊犁州的伊犁市，今天是居家的第27天，医院自核酸了。现在的时间是早上的9点半，在新疆来说，这个时间点还比较早，医护人员、工作人员早就出来做核酸了，有的时候甚至做到了晚上11、12点。脸都没洗。 Siz qaysi idarada ishlaysiz? Men G'ulbaylik kasbiy maktabda. Ha, men tarbiyalash maktabdimi? Ha. Hozir shu G'uljida bu aholilarning yemak ichmakda bu yiqilg'i masalasida aytib qiyin ahvolda qoldi degan gap qanday gap bu? Shu uchurlar bor. Bu uchurlarmi shu? Qamal sababli. Ha, ularni o'qimayman-ku. Qamal endi qachon tugaydigandek? Ma ko'chalarga chiqish, ma uydan tashqariga chiqish qachon mumkinchilik barda qildi. Biz shu hukumatning nima bo'yicha uydan chiqmay uyda, u ishlardan xabarsiz. Hozir yo'lishingizda uyda bormi yo'qmi? Yo'q. Yo'lishingiz chiqib beryapti, shundaqmi? Ha, yo'ldishim shu yezda ishlaydi emasmi, shu yezda. Qancha kun bo'ldi bu uy kamigina? Shu atrofdagina. Bir oyda bo'lib qoldi. Odatda qanchalik vaqt bir keldi normalda? O yo'lishimchi bu nima dijavida ishlatdi. Hisob tekshirishda. Shundan keyin bir oyda bo'lgan shu ishlab turibdi. Shu pet ketgan shundan kamidi. Ketgandan keyin endi bu yoqqa vaziyatda o'zgarish bo'ldi. Ammo jiddiy holat bo'lgandan keyin qaytib kelamidi? Kelamidi. Hozir endi qanday Ha, salom qo'shnilar, qanday ahvolinglar? Yaxshimisizlar, yaxshi turibsizlarmi? Ha, qo'shnilar, rastaysizlar. Ochdan qilib o'lmadik, uni berisi bo'ladimiz. Man ne bir o'ylab bor, erlar yo'q. Biz ayol kishi o'z kuchimizga tayanib jahon kechiryapmiz. Mani o'ylashib qo'yinglar, kadrlar. Ha, ba'zi birlaringlarning issiq bino uyinglar bordi. Bizdek ma pinfan o'ylarning kuni tez. Biz levimizga tishlab bayoqni yeb yetyapmiz. Kadrlar amal bo'lsa bizdan bir